خىتاينىڭ قەشقەردىكى ھاۋائارمىيەبازىسىدا يادروئوقبېشى ساقلايدىغان يەرئاستى مۇئەسسەسەسى قۇرغانلىقى ilgari сүرۈلدى. Бүгінгі Hindistan гезінің xabar qilishicha, bu гезитнىڭ bir tadqiqot guruhi yaqinqi 8 oydan beri Qashqar aerodromidagi Xitoy ھاۋائارمىيەبازىسىدا yuz bergan o'zgarishlarning sun'iy hamroh suratlarini analiz qilish orqali Xitoyning mazkur bazasida yadro'oqbېشى saqlaydigan yer'asti muassasasi qurganligini bayqagan. Xabarda bu qurilishning Xitoy Hindistan qismlari Ladakh chegarasida tirkishishdan oylarcha burun boshlanganligini bildirgan. Bugungi Hindistan gazetining aytishicha, bu qurilish Xitoyning Hindistonga qarshi elib borgan bir qator radikal strategiyalik tadbirlarining bir qismi bo'lib, bu tadbirlar Qashqar aerodromidagi Xitoy ھاۋائارمىيەبازىسىغا H-6 tipliq strategiyalik bombardimonchi aeroplanlarni o'rinlashtirishni o'z ichiga oladigan. Bugungi Hindiston gazetining aytishicha, Qashqardagi aerodrom Hindistonning Sharqi Ladakh rayoniga qarshilik davlatbek o'ldi degan joydagi ھاۋائارمىيەبازىسىغا 490 kilometr keladi ekan. Xabarda yadro'oqbېشى saqlash muassasalarining aeroplan to'xtash lapisining yer ostiga yasalganligi, bu aerodromning ham harbiy, ham xalq ishlarida teng ishlatilganligini ta'kidlangan. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, bugungi Hindiston gazetining xabari to'g'ri bo'lsa, bu Qashqar xalqining bexatarligi uchun yoshirin tahdid ekan. İlgilenişçe, ئەنگىلىيەنىڭ داڭلىق كۆڭلەك ishlab chiqarguvchi korxonasi Charles Trevit xaridorlarning arz shikoyatlari va Sharqi Turkistondagi kunsir kuchayotgan majburiy emgak sababidan Xitoy paxta ta'minlovchilar bilan bo'lgan savdo kelishimini bekor qilgan. Uyg'urlarning majburiy emgaki sababidan Xitoyda ishlab chiqarishni azaytgan 10 necha xalqaro shirkatning biri bo'lgan Charles Trevitning qurg'uvchisi Nikvellerning aytishicha, bu shirkat xaridorlarning talabiga javob qaytargan va bultur 7-oydan boshlab Sharqi Turkistondagi paxta bilan ta'minlovchilar bilan bo'lgan savdo kelishimini bekor qilgan. Uchurga qaraganda Charles Trevit nurg'un xaridorlarning xatini topshirib olgan bo'lib, ular kiyimlarini Xitoyda ishlab chiqarishni xohlamaydiganligini va Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning ziyonkashligidan rozi emasligini bayon qilgan. Uningdan boshqa Nikveller mundaq degan: Biz bosgan qadam bilan Xitoyda tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarishni azaytish bilan bir vaqtda biz yana bu davlatga yasamichilik kasbining majburiy emgak ahvoli borligini nazardan soqit qilmadik. Yavropaparlamېنتىنىڭ Uyg'urlarni bostirishda hissa bo'lgan خىكۋىزيوننىڭ كامېرالىرىنى ishlatganligi tanqidga duch kelgan. Germaniyadagi iqtisod haftaligi gazetining 3-yanvarda e'lon qilgan Yevropa Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrashi bilan munosabati bo'lgan Xitoy shirkitiga zakas bergan nomli xabarda bayon qilinishicha, 2020-yil 5-oyda Yevropa ittifoqi Fransiyaning ommaviy mulozimat shirkiti bo'lgan Veolia nomli shirkatdan 350 ming yevroliq issiq kamera zakas qilgan. Veolia shirkiti bu zakasni o'zining Beriyosildagi tarmoq organiga havola qilgan. Beriyosildagi tarmoq shirkat bo'lsa, bu issiq kameralarni Xitoyning خىكۋىزيون shirkatidan sotib olib, Yevropa ittifoqiga topshirgan. Biroq hozir bu kameralarning Uyg'urlarni nazorat qilish, Uyg'urlarning kishilik huquqlarini dafsanda qilishda zo'r hissa bo'lgan خىكۋىزيون shirkatining mahsuloti ekanligi aniqlangan va bu ish parlament a'zolari orasida qattiq ayblashga uchragan. Xabarda Yevropa ittifoqining raisi David Sassolining parlament a'zosi Svenxonga yozgan xati misol qilinadi va Sassolining bu uskunlarni darhol qaytarib olib, o'rniga Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq dafsandichiligi bilan aloqasi bo'lmagan boshqa uskunlarni o'rnatishi buyrug'i berganligi tilga ilindi. Kuzatuvchilar Yevropa ittifoqining Amerikaga o'xshash qaror chiqarib, Uyg'urlarni bostirishga qatnashgan bu shirkatlarga embargo yurgizishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika Savdo ichki xabarlari to'rining 6-dekabr xabar qilishicha, Amerika prezidenti Donald Tramp seshanba kuni Xitoyning Alipay, WeChat va boshqa 6 app detalini cheklash buyruqiga imzo qo'ygan. Mazkur buyruqqa Alipay, kamera skanner, WeChat hamyoni, Sherit, QQ, VMate, WeChat hisobi va VPS Office qatorliq yumshoq detallarda ilm berish qilish cheklangan bo'lib, bu app detallar Amerikaning davlat bexatarligi, diplomatik siyosati va iqtisodiga xavf yetkazdi deb qaralgan. Bu detallarning ichida Alipayni ishlatadiganlar 1 milliard 300 millionga yetgan bo'lib, ko'pincha Xitoydan kelganlar ekan. Bu buyruq imzolanib 45 kundan keyin kuchga ega bo'ladi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi inkos qaytarib, Amerikaning Alipay va undidor chiqimdoni qatorliq 8 ko'chma haq to'lash detalini cheklash qarori davlatning chet el shirkatlariga bo'lgan besimidan derak beradi.
İgilənişçə, Donald Trampның bir qism qollag'uvchilarining Amerika parlamentiga besib kirishi bilan yuz bergan voqealarda hayotidan ayrilganlarning soni 4 ga ko'paygan. Washington soqchi boshlig'i Robert Conti majlis binosida yuz bergan voqealar haqida yozma bayonot e'lon qildi. Conti bayonotida majlisda soqchilar tarafidan etib etilgan va doktorxonada qazo qilgan ayol namoyishchidan keyin yana 3 kishining qazo qilganligi e'lon qildi. Conti bu voqeada 14 soqchining yenik yaralanganligini, kam deganda 52 kishining qo'lga ilinganligini xabar qildi. Egilinishcha, Tönögün Aqsaray oldidagi yig'ilishdan keyin Amerika parlamentiga yurish qilayotgan minglagan namoyishchilar majlis binosi oldidagi to'siqlarni besib o'tib binoga kirmoqchi bo'lgan. Ba'zi namoyishchilar soqchilar bilan to'qinishib, uzun o'tmayla parlament binosiga kirgan. Prezident saylimi natijasini tasdiqlash yig'ini vaqtincha to'xtatilgan bo'lib, yig'inga riyosatchilik qilgan muavin prezident Mike Pence va parlament a'zolari bino ichidagi bexatar joyga yo'tkalgan. Tramp bu voqealardan keyin davlat muhofizat qismlarini parlament binosiga o'rnashtirishni buyurgan.